kutib olamiz. Marhamat. Do'stlar, demak, futbolchilar yarashibdi va ularning chehralari ham ancha ochildi. Ajoyibi ham bor bu Uchiyama, Keitaro Uchiyama. Yaponiyalik esa ko'k rangli libosda hozir boshlab hushtak chalindi. Anatoliy Rubakov va Nikita Adinagenovlar o'yinni boshqarib borishadi. Demak, hayajonni sezyapti shogirdlarida va hozir ularni ruhlantirmoqda. To'pni sherigiga qoldirdi va zarba. Qanday yaxshi uzatma. Odilov, keyin esa Ahadjonovdan ajoyib zarba. Darvozabon to'pga oyog'ini qo'ydi. Keling ko'ramiz. O'dan o'tkazib oladi. Ya'ni bir-biriga moslashib olish uchun tarkib o'zgarishi mumkin. Jamoada 3 ta mukammal to'rtlik bo'lishi kerak. Yaxshi. Elbek. 4 soniya ichida to'pni o'yin kiritish kerak. Ahmedzanovdan zarba. Nazarimda xato va gol. Rikoshet orqali to'p kirib ketdi. Akbar Usmonovning xatosi. Akbar tushunmay qoldi o'zi nima qilganligini. To'p darvoza to'siniga tegib pastga tushdi va o'shanda ham darvoza to'riga kirib ketmagan edi, lekin keyin O'lmasbekov yotib olgandan so'ng aynan darvozabonimizdan Abbosbek O'lmasbekovdan to'p darvozaga kirib ketdi. Mana qarang, Akbarning xatosi bu. Darvoza yonida bunday harakat qilish bilmadim Akbar. Avvalroq balki sovuqqonlik kerakdir. Mana shu yerda ko'rmay qoldi-da to'pni. Mana yaxshi, kim birinchi zo'r chiqib ketdi va darvozabon agar hozir birinchi bo'lib to'p ulgurayapti qaniydi, burchak zarbasi. Yana bir imkoniyat, darvozabon o'z o'rnini ko'tarish ham mumkin edi. Uchimura. Yana to'p qaytarildi. Dastlabki soching kerak. Yaxshi o'ylanma, chiroyli pas, zarba. Toyev, Tolqinov, Elbek. Fol bormidi? Gol. Fol bor deb o'yladi hozir Elbek. Hakamlar esa o'yinni davom ettirishdi va Yaponiya terma jamoasi ikkinchi golni urmoqda. Darvozabon aytyapman-ku, tushunmay qoldi vaziyatni. Bor ekan Yaponiyadan ham muxlislar. Qani ko'raylikchi. Gol bor ekan nazarimda. Gol bor ekan. Mayli, var yo'q. Jonlaninglar, o'zingizga kelib olinglar. Vaziyatlarda yana xato. Xavfli vaziyat. Kuchaydi. Ishonch ortdi. Mana xatolar yuzaga kelyapti shuning orqasidan. Bitta gol hammasini joyiga tushirishi mumkin. Opa! Vaqtliroq aytmayman bu so'zlarni. Bitta gol uringlar deb. Nishonov. To'g'ri, himoyachining xatosi, lekin qaytardi. Yaxshi imkoniyat. Ibragimov to'xtatdi. Zarba Samiyevdan. Va shu tariqa o'yin Ahmedzanovda yaxshi imkoniyat. Hozir Ibragimov. Nishonov. Yaxshi Ahmedzanov. Ahmedzanovdan zarba, darvozabon to'pni qaytarmoqda. Save. Burchakka to'pni yo'naltirgan edi. Voy, yana bitta xato. Zarba. Zub yubordi. Aldab o'tdi, chalg'itdi O'lmasbekov. Usmonov, zarba, darvozabonda. Qator nomzodlar, o'yinchilarimiz bor. Xavfli va qizil kartochka. Qizil. Voy,
qizil. Yo'qmi, sariqmi? Nima uchun? Nikita. Nima uchun sariq? Kim bor edi u yerda? Nima uchun sariq? Tushuntiryapti hozir Nikita. Nima uchun sariqligini? Jonov emas. Voy! Qanday churda? Odilov zarba bersa bo'ladi. Yaxshi imkoniyat. Sadiyevdan zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Abbosbek O'lmasbekov, Kazuya Shimitsu va Shunta Uchida. Ahmedjanov yaxshi o'yladi, lekin elga imkon bermaslik kerak. Odil Sharqiy Timor, Qirg'iziston va Falastin. Xato va Yaponiya 3-golni uryapti. 3-raqamdagi o'yinchi Shunta Uchimura. Davron Choriyev ham majmuada. Voy. Davlat Ibragimov himoyada yuribdimi? 5-raqam ostida maydonda harakat qilmoqda. Mana bu kombinatsiyaga o'rtoqlik o'yinlar va yig'inlar bor. Akbar darvozabon to'pni qaytardi. Lekin tezligi zo'r emas ekan. Zarba! Oxirigacha. Voy! Mana shu 5-raqamdagi o'yinchi ikkita o'yinchidan o'tib ketdi. Oyoq ham uzun, Izu Ryuji. O'lmasbekov, Samiyev boryapti. Samiyev. Hopa! Yelkasi bilan qaytardi. Sakrash kerak emas. Zarba ancha kuchli. Hamroyev. Ay. Bitta xato. Hozir to'pni bunday oshirish kerak emas edi-da. Markazda turib sherigi tomon Ahadjonov. Hop. Ay. Ilhom, vaqtga qaranglar. Yaxshi. Voy, mana shu o'ldi. Tugadi vaqt. Bir o'tur. Bir tomonlama qarasangiz, Yaponiya terma jamoasi